oldingizga keladigan yuqori vazndagi o'sha ayollarmi, erkaklar bo'ladimi, kelishdan oldin baribir konsultatsiya oladi sizdan. Ko'pchilik ayollar bugungi kunda baribir qomatga hamma ayollar e'tiborli qarayapti. 70-75 kiloda kelgan ayollar ham operatsiya qildirmoqchi bo'lganda, misol uchun qanday maslahatlar berasiz yoki birdaniga operatsiya boshlanib ketadimi, qanday bo'ladi? Bariatriyaning asosiy maqsadi sog'lom turmush tarziga qaytarishdan iborat. Agarda bu operatsiya faqatgina standartlar asosida qilinadi, bemorimizda vazni kichkina bo'ladigan bo'lsa, unda biz operatsiyaga olmaymiz. Nima uchun? Bu standart bo'yicha. Misol uchun 70-75 kilo, 80 kilo atrofida. Mana bunaqa narsa borda, bu bariatriya faqatgina chiroy uchun emas. Bariatriya mana bunaqa chiziq bor, bo'y va vaznni nisbatini olamiz. Agarda shu indeks massa tela deymiz, 30 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu bizga tomonidan o'ylangan narsa emas, butun dunyo olimlari tomonidan o'ylangan. Qachon operatsiya qilinadi? Qachonki semizlik, ya'ni ortiqcha tana vazn, kasallik olib kelishi mumkin, kasallik holatiga o'tishi mumkin. Bo'lgangina holatdagina operatsiya ko'rsatma bo'ladi. Ya'ni boyagi indeks massa tela Markaziy Osiyo xalqlari uchun 30 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu operatsiya ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Undan pastini biz birontasini operatsiyaga olmaymiz. Demak, o'zini ham bariatriya qilish uchun o'z qonun qoidalari bor. Standartlar bor. Standartlar bor. Agarda shu standartlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, operatsiya o'tkazamiz. Ma'lum bir holatlar bor, vaznga to'g'ri keladigan. Aynan vazn haqida gapiradigan bo'lsak, bemorimizda qandli diabet ikkinchi tipi bo'ladigan bo'lsa, boyagi vazni kichkina bo'lsa ham olishimiz mumkin. Mumkin demak. Qarang, yo'q, qarang. Faqatgina semizlik bo'lsa, semizlik emas, faqatgina ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, unda boyagi 30 dan yuqorisini olishimiz mumkin. Agarda qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, unda indeks massa tela past bo'lsa ham olishimiz mumkin. Boyagi vazni kichkina bo'lsa ham olishimiz mumkin. Bemor kelyapti, qandli diabet bilan kelgan bemorlar, ular men ortiqcha vazndan qutulmoqchiman deb kelmaydi. Ular men qandli diabetdan tuzalmoqchiman deb keladi. Unaqa holatda vaznga juda ko'p ham e'tibor berilmaydi. Vazni nisbatan 30 dan pastroq bo'lsa ham operatsiyaga olishimiz mumkin. Tushunarli. Boya yuqorida aynan 70-75 kilo atrofida bo'lgan ayollarni ham operatsiya qilganmiz. Chunki qandli diabet bo'lgan, ikkinchi turi dedingizda, o'sha uchun shu savolni berdim. Boya sanab o'tganimizdagi metabolik organizmda metabolik, ya'ni moddalar almashinuvi buzilishi natijasida qandli diabet ikkinchi tipi kelib chiqadi. Qandli diabet ikkinchi tipini kelib chiqishining o'zi sababi asosan 80% sababi bu ortiqcha vazn. Ortiqcha vaznli bemorlarda ma'lum bir vaqtdan keyin qandli diabet kelib chiqadi. Bizani metabolik xirurgiyamiz yoki bariatrik xirurgiyamiz aynan qandli diabetni ikkinchi tipini davolashda 98% yaxshi natijalarga erishib kelyapti. Bu butun dunyo statistikasi isbotlangan narsa. 98% natija beradi.